Muqaddas haj amallarini ado etgan yurtdoshlarimiz navbatma-navbat vatanga yetib kelmoqda. Ayni kunlarda yuzlarda shukronalik, qalblarda ezgu tilaklar bilan qaytgan ziyoratchilar mamlakatimizning xalqaro aeroportlarida iliq kutib olinyapti. Andijon va Farg'onalik hojilarning dastlabki guruhlari vatanimizga qaytib keldi. Prezidentimiz rahnamoligida diniy ma'rifiy sohada olib borilayotgan keng imkoniyatlar samaralari tufayli ushbu munavvar kunlarda 15 mingdan ziyod vatandoshlarimiz muqaddas haj amallarini to'liq ado etib, navbati bilan ona vatanimizga qaytishyapti. Joriy yilda birgina Andijon viloyatidan 1800 nafarga yaqin yurtdoshimiz haj ziyoratini amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Jumladan o'tgan tunda Jidda Andijon yo'nalishi bo'ylab parvoz qilgan havo kemasi safarini yakunladi. Muborak haj ziyoratidan qaytib vatan tuprog'iga qadam qo'ygan hojilarimizning yuzlarida nur, nigohlarida quvonch. Bizni vatanimizda inson ulug', inson qadri baland. Hamma narsa prezidentimiz nazoratida bo'ldi. Men shaxsan o'zim ham o'sha jarayonda ishtirok etdim. Prezidentimiz telefon orqali muloqot qildilar va hojilarning kayfiyatlarini so'radilar ular. Hojilarning salomatligini so'radilar. Ularga yaratilayotgan imkoniyatlar haqida surishtirdilar. Bu biz uchun katta bu baxt, katta xursandchilik olib keldi. Ziyoratchilar mas'ul mutasaddi tashkilotlar vakillari, nuroniylar tomonidan yuksak ehtirom bilan kutib olindi. Hojilarning qalbi shukronalik va duoga to'la. Ular muborak haj safari davomida yurtimizning tinchligi, xalqimiz farovonligi, prezidentimiz salomatligini so'rab ezgu niyat, duolar qilishganini mamnuniyat bilan ta'kidlashdi. Samolyotdan tushishimizdan yerimizni tapdi, hammamizni dimog'imizga urib, ko'zlarimizda yoshlar bilan alhamdulillah o'zimiz yurtimizga tinch omon keldik deb hamma hojilarimiz duo qilishdi. Alhamdulillah bu yilgi hojilarimiz butun yer yuzidan borgan musulmonlar qatori Andijonimizdan, viloyatimizdan borgan hojilarimiz mukammal haj amalini qilib keldilar va shu bilan birga ayniqsa Arafot, Muzdalifa, Mino vodiylarida muhtaram prezidentimizni, yurtimizni tinchligi, xalqimizning hayotini farovon bo'lishligi, mana hozir dehqonchilik yig'im-terim bo'lgani uchun dehqonchiliklarimizga, bog'roqlarimizga, xalqimizning hayoti farovon, ayniqsa osmonimiz musaffo bo'lishligi uchun duo qilib keldik. Ilohim duolarimizni Alloh qabul qilgan bo'lsin. Darvoqe, Jidda Andijon yo'nalishi bo'yicha uchgan yana bir havo kemasi viloyatning xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Hojilarni o'z uylariga yetkazib qo'yish uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Amallarni bajarib keldik. Bizga ko'p yordamlar berdi. Sharoitlarimiz yaxshi. Prezidentimiz bizdan hammamizdan hol-ahvol so'rab turdi. Borgan hojilar prezidentga, yurtimizga, O'zbekistonimizga hammaga duolar qildi, rahmatlar aytdi. Prezidentimizga rahmat katta. Bizga shunaqa sharoitlarni yaratib, chiroyli qilib, ibodatlarimizni chiroyli bajardik. Shuningdek, farg'onalik ziyoratchilarning ham birinchi guruhi muborak haj safaridan yurtimizga qaytib keldilar. Boeing 767 avialayneri Farg'ona xalqaro aeroportiga qo'ndi. Qo'qon shahri hamda Buvayda tumanida istiqomat qiladigan 240 nafardan ziyod hojilar yurtimizga qaytdi. Muqaddas safarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi yangi O'zbekistonda davlatimiz rahbar tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan inson qadrini ulug'lash, diniy bag'rikenglik va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan islohotlarning amaliy ifodasidir. Prezidentimiz tomonidan tashkil qilingan 2026 haj mavsumi nihoyatda go'zal xotima bilan tugadi. U joydagi yaratilgan sharoitlar, imkoniyatlar ayniqsa bizga xususan prezidentimiz tomonidan muftiy hazratlari qilgan telefonlari nihoyatda bizni ruhan ko'tarib qo'ydi. Muzdalifalarda, Arafotlarda 15 mingdan ziyoda hojilar qo'l ko'tarib, yurtimiz tinchligi, farovonligi, osmonimiz musaffo bo'lishligi uchun juda ko'p duolar qilindi. Xususan prezidentimiz shaxsan o'zlariga alohida duolar qilindi. Qilayotgan bu xayrli ishlarga Alloh o'zi mu'in madadkor yordamchi bo'lgan bo'lsin. Nihoyatda xursandmiz. Sharoitlar endi 100 dan ham oshiq. Shunaqa yaxshi, hamma narsa. Uyimizda qanday bo'lgan bo'lsak, undan-da ziyoda bo'ldik. Uyimizdan ham yaxshi. Kutmaganimizdan ham ortig'ini ko'rdik. Haqiqatan nihoyatda zo'r. Shunday sharoitlarni yaratib bergan yurtboshimizga Allohim shunday kuch-quvvat bersin, sog'lik bersin. Bundan ham ziyoda bo'lsinlar. Yuzlardan nur yog'ilayotgan farg'onalik hojilarni keng jamoatchilik vakillari, ularning oila a'zolari va yaqinlari samimiy kutib oldi. Kayfiyat a'lo, yaxshi borib keldim, Xudoga shukr, borib keldik mana. Hammani o'sha safarlarga yetkazsin. Sharoit a'lo darajada. Qiynalganimiz yo'q. Sharoitlar o'ylaganimizdan ham ortiq ekan. Qiynalmay deb ibodatlarni amalga oshirdik. Prezidentimizga rahmat.
Viloyat ishchi guruhi va aeroport ma'muriyati tomonidan hojilarni kutib olish bilan bog'liq tadbirlarga yuqori saviyada tayyorgarlik ko'rildi. Hojilar avvaldan tayyorlangan avtobuslarda uylariga jo'nab ketdilar. Eslatib o'tamiz, 15 mingdan ortiq hojilarimizni 2-19 iyun kunlari Jidda shahridan Uzbekistan Airways havo kemalari orqali mamlakatimizning 10 ta xalqaro aeroportiga olib kelish rejalashtirilgan.